tegishli. Assalomu alaykum hammaga. Men Ninovatgamga 7-kun bo'lganda, alhamdulillah darvozalarning rangini ko'rdim. Nomerini ko'rdim. 47-uy ekan, ungacha ko'rmadim rangini ham, bolaxonaligini ham ko'rmadim. 7-kuni Xudoga shukr mashinada o'tirib ko'rdim. Nomerlarigacha, ranglarigacha, bolaxonasi borligigacha ko'rdim, Xudoga shukr. Keyin Xudoga shukr bemalol o'zim kirib chiqib yuraman. Zinalarni ham alhamdulillah ko'rdim. Birinchi yegan kunimga qaragan, birinchi kun umuman zinalarni ko'rmayotgandim, yetalab olib kirib, olib chiqib yurishdi. Bugun martlarcha o'zim kirib keldim. O'zingiz yurasizmi? O'zim yuraman. Hamma narsalarni ko'rib. Ancha ko'rib qoldim. Aysi zinalarni bo'lmasa umuman ko'rmasdim. Zinalarni sanab turishardi, birga tushardim. Alhamdulillah zinalarni ham ko'rib qoldim. Allohimga shukr. Sizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan, ilohim. Mana qadlaringizni ham ancha rostlab, bukchayib yurardingiz mana. Mana hozir 1 soat indamay o'tirdim, bo'lmasam 5 minut mundoq turib, yog'iga yana bukchayib, achishib ketaverardi orqalarim. Kuraklarimdagi og'riqlar ham yo'q, Xudoga shukr. Achishib ketardi. Yomon achishardi haqiqatan, chidamasdim. Orqamga dorardim daji bolalarim. Urib tasha derdim, yo'q, unaqalarim yo'q, Xudoga shukr. Ancha qaddim rostlab, xo'roz deb oldim, Xudoga shukr. Biqindagi og'riqlar ham ketdi. Biqindagi og'riqlar ham ketdi. Ayniqsa boshimdagi og'riqlar alhamdulillah yo'q. Bo'ynimdagi og'riqlar, ko'zimdagi og'riqlar yo'q, bo'lmasa kosalar bilan og'rirdi. Xudoga shukr, unaqalar ancha yo'q. Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Allohning shunaqa ismi borki, Al-Basir, ya Basir. O'sha Basirni ko'proq ayting. Allohning marhamati bilan mana shunchalik o'zgarishlar bo'lyapti. Alloh mehribon zot. Shifoyi komil, shifoyi Alloh ato etgan bo'lsin. Jamiy mo'min musulmonlarga qanaqa shifo berayotgan bo'lsa, Alloh sizga, bizga ham hammamizga Alloh shifoyi komilni bersin. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Va sallallohu ta'ala xayra xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh shifosini bersin. Siz sababchi bo'lgan bo'ling, ilohim. Rahmat. Salomat bo'ling.